Assalomu alaykum aziz bolajonlar, kayfiyatlar qanday? Zo'r! Bugun har bir inson o'zini kelajakdagi qanaqa kasb egallashni xohlagan bo'lsa, o'sha orzular haqida suhbatlashamiz. Bugun biz Jomboy tumanida joylashgan xususiy Investol maktabining nima deydi, o'quvchilari bilan kelajakdagi orzularimiz haqida suhbatlashamiz. Meni ismim Elbek. Men kelajakda zo'r inson bo'lishni niyat qilganman. Allohimga shukr, bugun niyatimga yetib turibman. Siz ismingiz nima? Mening ismim Umid, katta bo'lsam futbolist bo'lmoqchiman. Malades. Mening ismim Akbarshoh, men stomatolog bo'lmoqchiman. Malades. Mening ismim Boyirbek, men kattarsam shifokor bo'lmoqchiman. Mening ismim Islombek, katta bo'lsam futbolist bo'lmoqchiman. Malades. Men Xushnud, men katta bo'lsam bokschi bo'lmoqchiman. Mening ismim Sanginjon, katta bo'lsam doktor bo'lmoqchiman. Mening ismim Muhammad Ali, katta bo'lsam militsiya bo'lmoqchiman. Mening ismim Dalarjon, men katta bo'lsam biznesmen bo'lmoqchiman. Mening ismim Sardorjon, men kelajakda katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman. Sardor, kimga havas qilgansan shifokor bo'lish uchun? Bobomga. Bobongni katta shifokor, Ha? Ismlarini aytib o't. Xolmamat. Familiyasi? Familiyasini bilmayman. Otchествоsi? Qanaqa xususiy больницalaring bor? Shirin shifo degan. Shirin shifo, ha? Mana bobongni, dadangni, onangni hammasini yaxshi ko'rasan? Ha? Bobo kelajakda sizga o'xshagan zo'r shifokor bo'laman deychi. Bobo kelajakda sizga o'xshagan zo'r shifokor bo'laman. Latviya. Endi ona qizga bering. Meni ismim Madina, katta bo'lsam o'qituvchi bo'lmoqchiman. Mening ismim Ifora, men katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman. Mening ismim Diyor, men katta bo'lsam stomatolog bo'lmoqchiman. Mening ismim Dilshod, katta bo'lsam ayt ustoz bo'lmoqchiman. Mening ismim Behruz, katta bo'lsam biznesmen bo'lmoqchiman. Mening ismim Parizoda, katta bo'lsam shifokor bo'lmoqchiman. Xo'p. Ana endi bolajonlar, sizlar bilan suhbatlashdik. Har bir insonning orzu, istaklari bor. Avvalo inson bitta narsani maqsadni yaxshi qo'yish kerak. Qanday maqsad? Albatta, har bir insonning ota-onasi bor. O'shaning uchun eng avvalo eng yaxshi farzand, eng yaxshi o'g'il, eng yaxshi qiz bo'lish kerak va do'stlari uchun eng yaxshi do'st bo'lish kerak. Aka ukasi uchun, singlisi uchun eng yaxshi aka, opasi va akasi uchun eng yaxshi uka. Ota-onasi uchun doim eng yaxshi farzand. Kelajakda umr yo'ldoshlaring bo'lgan, uylanganingdan keyin, turmush qurganlaringdan keyin albatta eng yaxshi umr yo'ldosh, farzandli bo'lganlaringdan keyin eng yaxshi ota, eng yaxshi ona bo'lish kerak. Inson qachon eng yaxshi ota, eng yaxshi ona bo'ladi? Agar yaxshi o'qisa, yaxshi ishda ishlasa, oilaviy sharoiti yaxshi bo'lsa, farzandlar uchun hamma imkoniyatni yaratsa, ota-onasi uchun xizmat qilsa, aka-ukasiga qo'lidan kelgancha mehr bilan yordam qilsa, o'shanda inson yaxshi inson bo'ladi. Hammamiz qanaqa kasb egasi bo'lishimizdan qat'iy nazar, avvalo yaxshi inson bo'lishimiz kerak. Ota-onamizni hammamiz yaxshi ko'ramizmi? Bir ovozdan birinchi dadajon, keyin onajon sizni yaxshi ko'ramiz. Dadajon, endi onajon haqida aytamiz. Onajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Ana endi o'g'il bolalar, bolalikda bir istaymizda, nima deydi? Bolalikda eng zo'r damlari uchun bitta hozir video rolik taqlaymiz. O'shaning uchun do'stlarni quchoqlab tabriklab qo'yamiz. Maylimi? Yaxshi ko'ramiz do'stlarimizni. Kelajakda hammamiz qanaqa inson bo'lamiz? 1 2 zo'r inson bo'lamiz. Malatsi. Xo'p. Aziz yurtdoshlar, aziz samarqandliklar, jonboyliklar, siz ham farzandingizni mana shunday ajoyib jamoada, ajoyib sharoitda o'qishni istasangiz, pastdagi raqamlarga telefon qilinglar. Sizlar uchun Investol doim xizmatlaringizdamiz. Salomat bo'linglar.